أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Ey Habibi muhtaram, siz odamlarga bu hayotni haqiqatini tushuntirib bering. Bu hayot xuddi bir narsaga o'xshaydi. Osmondan men yomg'ir yog'diraman. Men yomg'ir yog'dirsam, yerdan shunday o'simliklar o'sib, bir-biriga chirmashib, go'zal bo'lib, rosa ham baquvvat bo'lib o'sadilar. Bir kun kuz keladi. Haligilardan suv qochadi. Qurib, qaqshib, tomirlari yerdan uzilib, shamolda uchib ketadi. Hayot shunaqa narsa. Hayotga juda ishonib qolmasinlar. Men kichkinaligimda 12 yoshlar atrofimda bo'lsa kerak, bir kishi kitob o'qib beryapti, bir voqeani aytib berdi. Payg'ambarimiz so'rabdilar: "Sizlar hayotlaringizga qanchalik ishonasizlar?" Bir kishi aytadiki, "Men Bag'dodda o'qisam, peshinda o'qiy olamanmi, yo'qmi bilmayman. Men peshinda o'qisam, asrga yetib boramanmi bilmayman." Voy, sizlar juda ham ishonchlaring yaxshi ekan, ko'p ishonasizlar ekan. Men namozda bir tomonga salom bersam, narigi tomonga salom bera olamanmi bilmayman. Bu joyda o'tirganlarning ichida umrini bahorini yashayotganlar bor. Umrini yozini yashayotganlar, umrini kuzini yashayotganlar bor. Bo'lishi mumkinki, bir yigit 15 yosh bo'lsa-yu, umrini kuzini yashayotgan bo'lsa. Bo'lishi mumkinki, bir yigit 90 ga kirsa-yu, hali ko'ngli to'q bo'lsa.